Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Boshlagan obyektimizni yakunladik. Sizlar bilan birga bu joyda bo'lgan ishini ko'rib o'tamiz. Bu yerda topilpol, radiator, sanuzel, kuxna montajlarini, santexnika jamiki ishlarni qilib berdik. Ikkita xod bor kirib chiqishga ishi. Kirganda mana koridorni 3 santimetrlik peneplex hamma xonaga bir xilla so'rganmiz. Ustiga gidrobarabariyer 15 santimetrdan shagini topilpol shtangi to'qib berganmiz, zichligini. Chekkalarga denifin lentadan aylantirib berganmiz. Kollektorimizni koridorga qo'yib berganmiz. Kollektorimiz расходоменный kollektor. Настройкаlarni kompyuterda chiqarib, saqlanib qilib qo'yamiz. Отопленияni yoqishdan oldin bitta shu joylardan настройка qilamiz. Markirovka qilib qo'yganmiz. Har bitta xonaga koridor, sanuzel, detskiy, spalniy va ketgan trubalarni ham yozib qo'yganmiz. Hisob-kitobga bizga kerak bo'ladi. 4 ta xona kommunitniy termostat bo'ladi. Shuning uchun bu kollektorda 2 ta xonaniki kabellarini gofara bilan tashab qo'yganmiz. Shu joylarga server-periodini qo'yib olamiz. Va nisha qilib uyib qo'yganmiz. Mebeldan 2 ta ishi bo'ladi. Chekkalari abdelkadan chiqadi, orqasini chiroyli qilib usta akamiz kafel urib berganlar. Har bitta xonani topilpol подача обратка trubalari отдельный izolyatsiyada kelgan. Shtobi har bitta xonaga shu joydan bergan gradus borishi uchun. Kirganda chap qo'lda mehmonxona 22 kvadratli. Bu joyga ham shagini 15 dan qilib turib, topilpol shtangiga yurg'izib berganmiz. Topilpol shtankamiz fix va 150 santimetrga kommunitniy termostatga joy tashab berganmiz. Kommunitniy termostatni gilzalar uchun uchigamanimiz bilan yaxshi sezadimizda. 220 elektrika xudo xolasa manadan bunisidan yo keyingisidan olib beradigan bo'ldilar. Kollektorga borgan kabeli, to'rtburchak korobkasi. Topilpolni o'zi issiqligini yetkazib olmaganligi uchun bitta panelli radiator qo'yib berganmiz bu yerga. Ulanishi nechni podключение. Отделкаdan chiqqandan keyin zagruchkasini olib tashlab turib, termogolovka qo'yib beramiz bu joyga. Xonani bir xil gradusda ushlab turadi. Bu romladan qish kunida ham quyosh chiqqanda issiqligi xonaga kirib, diskomfort bo'lmasligi uchun kommunitniy termostat qilib berganmiz. Quyosh chiqqanda, misol, bu zalni 20 gradus ushlab turish kerakmi? Shu kommunitniy termostat 20 gradus ushlab turadi. Isitolmaydi bu xonani. Bu xona ham fonni denifin lenta aylantirib chiqqanmiz. Bilasizlar, beton kengayib torayadi. Shunda betonlar treshina berib yormasligi uchun denifin lenta aylantirganmiz. Keyingisi chap qo'llar kattalar uchun spalniy. Aytib o'tganday mana izolyatsiyaga kiradi. Bu xonamiz ham topilpol ham radiator qilib berganmiz, mix sistema. Shaklari 15 dan. Bu xonada ham kommunitniy termostatga joy tashab berganmiz. Ikkita tarsovoy devor bor. Tashqariga qaragan minus devorlar orqa tomoni. Bu radiatorimiz ham nijniy podключение panelli 50 ga 120. Keyingi koridordan kirganda ro'paradagi xonamiz yosh bolalar uchun yotoqxona detskiy. Bu xonamiz ham mana yaxlit keladi izolyatsiya bilan. Bu xona topilpolni o'zi iskanligi uchun radiator o'rnatmaganmiz. Chunki tarsovoy devori bitta xolos shu tomonda. Koridordan o'ng qo'ldagi xonamiz sanuzel. Ro'paraga unitaz uchun joy chiqarib berganmiz, sovuq suv. Bu joyda biri o'ngga, biri o'ng dush kabina qilib joy chiqarib berganmiz. Issiq suv, sovuq suv. Boiler sistema qilib berganmiz issiq suvlarni
shu joydan giri aylanib boylarimizni turbalari aylanadi. Ve chap qo'limizda rakovina uchun joy. Issiq suv, sovuq suv. Issiq suv ham mana tagidan ulangan. Bu mana doim aytib o'tamiz, bitta xo't tashab qo'yamiz, tomga chiqarib o'rganmiz, kanalizasiya 50 likda. Untagi knopkasini bosirganda undan oldingi tochkadan shu tomondan bitta havo oladi. Agar havo olmaydigan bo'lsa, bu joydagi trapda sifondan, mana rakovinaning sifondan suvni olib ketib qolib, noxush hid paydo bo'lishi mumkin. Shuni oldini olganmiz. Bu kanalizasiyamiz u tomonga qarab ketadi. Eng baland tochkasi, eng oxirgi tochkasi bu mana chiqarib qo'ygan kanalizatsiya vixtimiz. Bu joyimizni ham to'plib 15 dan to'qib berganmiz shagina. Xudo xohlasa harakat qilamiz. Kuzda shu joylar bitib ketsa, bitta buni ham video obzor qilamiz. Ko'xnamizga bu tomondan ham, u tomondan ham kirsa bo'ladi. Bu tomondan kirilganda chap qo'lda mebelni zona bo'ladi. Bu joyda moyka uchun joy, yonida avtomat kirmoshni uchun joy chiqarib berganmiz. Issiq suv, sovuq suvlarni. Ko'xnadan ham bitta kanalizatsiyadan vixt chiqarib qo'yganmiz. Noxush hidlari ham tepadan chiqib ketaveradi. Shagini 15 dan qilib topli pol qilib berganmiz. Bu xonamizni ham teplopatiyasi topli pol o'zi yetkazayotganligi uchun radiator qo'ymaganmiz. Hamma xonaga mana yaxlit keladi. Izolyatsiya. Koridor. Ikkinchi eshikdan kirib kelishimiz koridor. Bu joyi ham kollektorni koridorga qo'yib berganmiz. Aytib o'tganimday mana podachi obratga topli pol kollektorlari kelishlari, har bitta xonaning markirovkalari, kommunitniy uchun kabellari, orqasiga mana kafillarni akkuratniy qilib terib qo'yilgan. U tomonda bo'lgan ish, xudo xolasa bu tomonda ham bo'lgan. Bu tomonda ham mana zal, mehmonxona. Bu xonamizni ham shagini 15 dan qilib topli pol fonni to'qib berganmiz. Kommunitniy termostat, nijniy podkilisheniya radiatorlari, trassa trubalarimiz yurishlari mana. Boiler uchun sovuq suv, topli pol radiator hamma trubalarni shu joydan yurgizib tarqatib o'rganmiz. Shu turgan joyimiz tagida kotelniy bo'ladi. Hozir tushib uni ham ko'rsatib o'taman. Koridordan yurganimizda o'ng qo'llar kattalik uchun spanli. Bu joyimiz ham topli pol bo'lgan, ham radiator bo'lgan. Topli pollarimiz 15 dan bo'lgan, taglari penoplekslar 3 sm. Radiator uchun trubalarimiz devor chekkasidan yurgizganmiz. Bu radiatorimiz ham nijniy podkilisheniya 50/120. Bu xonada ham kommunitniy termostat bo'ladi. Kabellarni tashlaganmiz. Gilzalari uchun trubalarni. Va beytik xonamiz. Bu xonamizni ham topli pol uzini montaj qilib berganmiz. Chunki buni ham tarsovoda bo'lib bitdi. Topli pol uzi bilan xudo xolasa hisob-kitobimiz bo'yicha isiydi. Koridordan kirganimizda chap qo'lda sanuzel, ro'parada unitas, yonida bir o'ngga bir o'ng dush, o'ng qo'limizda xo'p, rakovina uchun joy. Xudo xolasa buni bitgan holatini ham nasib qilsa ko'rsatamiz. Kimgadir shunaqa xizmatli kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Santexnika materialiga shu obyekt uchun 30 million, 32 million plus minus shunaqa hisob-kitobda pul ketdi. Kimgadir shunaqa santexnika xizmatlari kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xizmatimiz yangi qurayotgan Novostroyga yangi qurayotgan, uy qurayotgan tanishlaringizga shu videoni tashlab qo'yasizlar. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariy qoldirib qo'yasizlar.